Bo'yi past deb mazax qilishgan. Kichkina tabib bilan tanilgan, o'zidan 14 yosh kichik qizga uylangan Dilshodbek Kattabekov 36 yoshda. Kichkina tabib filmidagi Doniyor roli bilan tanilgan, bolaligidan qo'shiqchi bo'lishni istagan aktyor Dilshodbek Kattabekov 27-fevral kuni 36 yoshni qarshiladi. Shu munosabat bilan uning hayoti va kinodagi faoliyatiga nazar solamiz. Kichkina tabibni ham bir yutug'i aktyorlar ansamblining jam bo'lganidadir. Buvim 1998-yilda O'zbek filmga olib borgan. 100 ta bola qatnashgan kasting bo'lgan. Oxirida shu rol menga nasib qilgan. Qarasam, hammasi o'zim 1 yil oldin televizorda ko'rgan aktyorlarim bo'lgan. Murod Rajabovni Temir xotinda, Rajab Adashevni Abdullajonda, Karim Mirhodiyevni Charxpalakda ko'rganman. Bundan tashqari Fotima Rejametova, Zikr Muhammadjonov, Munawvara Abdullayeva bor edi. Aktyorlar ansambli yig'ilgan. Bu ham o'zimni erkin his qilishimga turtki bo'lgan. Ular menga rolni ijro etishimga yordam bergan. O'sha paytda kinolar lentada olingan. Xato qilishga haqqimiz yo'q edi. Hozirgidek emasdi. Bir kun oldin yaxshilab matnni yodlab, ertasi kuni suratga olish jarayonlariga borib, holatga kirib o'ynalgan. Kichkina tabibni ham bir yutug'i aktyorlar ansamblining jam bo'lganidadir. Jamoa zo'r yig'ilgan edi. Shundan keyin menga kichkina tabibda chiqqan bola deb ta'rif berishadigan bo'ldi. Kimdir ismimni bilmasa ham Doniyor deb chaqirar edi, deydi Dilshodbek Kattabekov. Kinodan ilk olgan puli qancha bo'lgani haqida. Kichkina tabib filmidan 1998-yilda 50 ming so'm pul olganman. O'sha paytda o'zimni olib borishgan. Kichkina edim. O'zbek filmga borganman. Adashmasam, hisobchi rus ayol bo'lgan. Meni ko'tarishgan, qog'ozni berib qo'l qo'y deyishgan. Shu payt qo'limni qog'ozning ustiga qo'ygan ekanman. Keyin ular imzo qo'yishim kerakligini tushuntirishgan. O'sha paytda birinchi filmimdan 50 ming so'm olganman, deydi aktyor. Meni mazax qilishardi. Aktyor bo'yi pastligi uchun mazax qilingani va u ba'zi paytlari ota-onasidan ranjiganidan afsuslanishni eslab o'tdi. Ota-onamizga qancha qilsak kam. Otamning ismi Ravshan, onamning ismi Diloram. Dadam 1961-yilda, onam 64-yilda tug'ilgan. Bola bir marta kuyinsa, ota-ona 10 marta kuyinadi. Boshida qiyin bo'lgan. Chunki ota-onamning har doim oldida yuradigan farzandi tanlagan sohasi sabab uzoqda yurish kerak bo'lgan. Ba'zan ota-onamga og'ir gaplarni aytib, ranjitgan paytlarim ham bo'lgan. Bunga bo'yimning pastligi sabab bo'lgan. Chunki ayrim insonlar qo'lini bigiz qilib, shaxsiyatga tegish holatlari bo'lgan. Kamchiligimni, tashqi ko'rinishimni aytib kulganlar ham bo'lgan. Ko'nglimga og'ir botgan. Uydagilarga ko'chaga chiqmayman, ustimdan kulishyapti, san'atni ham tashlayman deb yig'lab aytganman. Ota-onam boshimni silab, ular kulsa kulaversin. Sen xursand bo'l. Alloh seni shunaqa kichkina qilib, aziz qilib qo'yibdi der edi, deydi Dilshodbek Kattabekov. San'atdan biroz uzilib qoldim. Film va seriallarda ancha bo'ldi. Suratga tushmayapman. Oxirgi rol ijro etgan filmim Mahallada Duv-duv gap 2 bo'ldi. Hozir ham takliflar bo'lyapti. Uyda ham 2-3 ta ssenariy turibdi. Lekin hozir avvalgidek yaxshi loyihalar yo'q. Kichkina tabib, muhabbat sinovlariga o'xshagan ssenariylar yo'q. Shuning uchun ekranlarda ko'rinmay turibman. Bundan tashqari, shaxsiy hayotimga vaqt ajratganim uchun san'atdan biroz uzilib qoldim, deydi aktyor. Aktyorning shaxsiy hayoti. Dilshodbek Kattabekov 2023-yilning oktyabrida 33 yoshida 19 yoshli Zuhra ismli qizga uylandi. Aktyorning to'yida O'zbek shou biznesining ko'plab taniqli vakillari mehmon bo'ldi. O'zbek shou biznesida uylanmagan men qolgandim. Shuning uchun hamkasblar, ustozlar 4-5 yildan beri qachon uylanasan deb so'rashayotgan edi. Shu yilga nasib qilgan ekan. Bizda ko'pchilikda bo'lganidek sevgi tarixi bo'lmadi. Onam va xolalarim anchadan beri menga qiz izlashardi. Yillar davomida rosa ko'p uchrashuvga chiqaverib, tajribam oshib qoldi. Yosh o'tavergandan keyin injiq odam tanlaydigan bo'lib qolar ekansiz. Avgust oyida xolam qo'shnisining qizi bilan uchrashib ko'rishni tavsiya qildi.
Borib qiz bilan ko'rishib, 10 daqiqacha gaplashib o'tirib, bir-birimizga ma'qul bo'ldik. Shunday qilib to'yimiz bo'lib ketdi, deydi aktyor. Ma'lumot uchun Dilshodbek Kattabekov 2025-yil 28-iyun kuni ilk marta otalik baxtiga muyassar bo'ldi. Aktyor farzandiga Umar deb ism qo'ydi.